Navbatdagi mavzu sintaksis bo'limining so'nggi mavzusi ko'chirma gapli qo'shma gap. So'zlovchi ba'zan o'z nutqida birovning gapini aynan ta'kidlayman, aynan keltiradi. Birovning gapini hech qaysi o'rnini shaklan va mazmunan nima qilmasdan o'zgartirmasdan, nima deydi? Oqizmay, tomizmay, nuqta verguligacha deymiz-ku. Har birimiz ba'zan o'z nutqimizda boshqa birovlarning gapidan nima qilamiz? Foydalanamiz. Mana shunday gap ko'chirib olingan gap deb yuritiladi. So'zlovchi ba'zan o'z nutqida birovning gapini aynan keltiradi. Birovning aynan keltirilgan gapi bu ko'chirma gap deyiladi. So'zlovchining gapi esa muallif gapi, avtor gapi deyiladi. Har ikkalasi birgalikda nima deyiladi? Ko'chirma gapli qo'shma gap deb yuritiladi. Hali ko'nglingiz g'unchaday yosh ota, dedi Sayramov. Birinchisi ko'chirma gap, ikkinchisi muallif gapi, ikkalasi birgalikda ko'chirma gapli qo'shma gap. Payg'ambardan bir kishi so'rabdi: "Ey Rasululloh, men kimni hurmat qilay?" Birinchisi muallif gapi, ikkinchisi ko'chirma gap, ikkala qism yaxlitlikda ko'chirma gapli qo'shma gap deyiladi. Intilganga tole yor deydi xalqimiz. Endi sal murakkabroq holatga e'tibor bering. Muallif gapi ko'chirma gapning nima ichida joylashgan. Xo'sh, qora bilan ajratib qo'yilgan intilganga tole yor ko'chirma gap deydi xalqimiz. Muallif gapi ikkalasi yaxlitlikda ko'chirma gapli qo'shma gap hisoblanadi. Qoshg'ariy deb yozgan edi. Mahmud Qoshg'ariy deb yozgan edi. Muallif gapi hunari va odobi bo'lmagan kishidan baxt va davlat ketadi. Ko'chirma gap. Endi ko'chirma gap hozir muallif gapini ichida joylashgan. Joylashuviga e'tibor bering. Xo'p, raqamlaymiz hozir bularni. Nechta misol ko'rdik? 4 ta. Birinchisida avval ko'chirma gap, keyin muallif gapi joylashgan. Ikkinchisida avval muallif gapi, keyin ko'chirma gap joylashgan. Uchinchisida muallif gapi ko'chirma gapning ichida joylashgan. To'rtinchisida esa ko'chirma gap muallif gapining ichida joylashgan. Shundan ham bilish mumkin, ko'chirma gap va muallif gapining bir-biriga nisbatan nima qilishi, joylashishi necha xil bo'lar ekan? 4 xil. Birinchi va ikkinchisi oddiy, uchinchi va to'rtinchisi biroz murakkab ko'rinishga ega. Demak, muallif gapi 1 va ko'chirma gap 2. Birlashtiring. Muallif gapi va ko'chirma gapdan tashkil topgan qo'shma gaplar qanday nomlanar ekan? Ko'chirma gapli qo'shma gap deb yuritiladi. Bu qo'shma gapning alohida bir turi hisoblanadi. Bog'langan qo'shma gap, ergashgan qo'shma gap, bog'lovchisiz qo'shma gap bu asosiy turlari. Ko'chirma gapli qo'shma gap esa alohida bir turi hisoblanadi. Ko'chirma gapli qo'shma gap doim nechta qismdan tashkil topadi? 2 ta. 2 ta sodda gapdan demadik. 2 ta qismdan tashkil topadi. Biri ko'chirma gap deb nomlanadi, yana biri muallif gapi deb nomlanadi. Ikkalasi bir butunlikda, yaxlitlikda ko'chirma gapli qo'shma gap hisoblanadi.
so'zlovchining nutqida qo'llangan birovning, o'zganing aynan keltirilgan gapi bu ko'chirma gap, hikoya qilib berayotgan, so'zlayotgan odamning gapi bu muallif gapi, har ikkisi birga ko'chirma gapli qo'shma gap hisoblanadi. Ko'chirma gaplar qo'sh tirnoqqa olinadi. E'tibor bering, ko'chirma gap qanday tinish belgisi bilan qurshab olinar ekan? Qo'sh tirnoq bilan. Ko'chirma gap sodda gap bo'lishi mumkin. Ko'chirma gap qo'shma gap bo'lishi mumkin. Ko'chirma gap egali gap ham, egasiz gap ham bo'lishi mumkin. Ko'chirma gap yig'iq gap ham, yoyiq gap ham bo'lishi mumkin. Ko'chirma gap darak gap, so'roq gap, buyruq gap, istak gap bo'lishi ham mumkin. Xullas, ko'chirma gap har qanday gap bo'lishi mumkin. Ko'chirma gap va muallif gapining bir-biriga nisbatan joylashishi nechi xil mana? Bir-biriga nisbatan joylashishi 4 xil bo'ladi. Hozirgina aytdik. Bir-biriga nisbatan o'rinlashishi 4 xil bo'ladi. Shahnoza dedi. Bahor keldi. Muallif gapi oldin, ko'chirma gap keyin joylashgan. Bahor keldi dedi Shahnoza. Ko'chirma gap oldin, muallif gapi keyin joylashgan. Shahnoza bahor keldi dedi. Ko'chirma gap muallif gapining ichida joylashgan. Bahor dedi Shahnoza keldi. Muallif gapi ko'chirma gapning ichida joylashgan. Nechi xil ekan? 4 xil. Ergashgan qo'shma gaplar eslaringizmi? Ergash gap va bosh gapning joylashishi nechi xil bo'lardi? Odatda 2 xil bo'lardi. Avval ergash gap, keyin bosh gap joylashishi ham mumkin, yoki aksincha, avval bosh gap, keyin ergash gap joylashishi ham mumkin. Ba'zan ergash gap bosh gapning ichida joylashadi deganmiz. Maksimum nechi xil joylashishi haqida gapirgandik? Yo'q, 3 xil. Ergashgan qo'shma gap qismlari 3 xil joylashadi deganmiz. Qismlarni ajratish uchun virgul, mana bu o'rinda har ikkita tomoniga virgul qo'yiladi. Ergashgan qo'shma gap qismlari odatda bir-biriga nisbatan 2 xil holatda joylashadi. Bugungi mavzumiz ko'chirma gapli qo'shma gap qismlarichi nechi xil joylashar ekan? 4 xil. Muallif gapi va ko'chirma gap bir-biriga nisbatan 4 xil joylashadi. Xo'p, 5-xili bo'lishi ham mumkin emas. Diqqat, ko'chirma gapga aloqador bo'lgan so'roq va undov belgisi qo'sh tirnoq ichiga qo'yiladi. Qanaqa belgilar qo'sh tirnoqni ichida bo'lar ekan? Agar ko'chirma gap so'roq gap bo'lsa, mana shu so'roq belgisi qo'sh tirnoqning ichida bo'ladi. Agar ko'chirma gap his, hayajon, undov gap bo'lsa, mana shu undov belgisi ham qo'sh tirnoq ichida bo'ladi. Qaysilari qo'sh tirnoqning ichida bo'lar ekan? Ko'chirma gap so'roq gap bo'lsa, ko'chirma gap undov gap bo'lsa, mana shu so'roq va undov belgisi qo'sh tirnoqning ichida bo'ladi. Agar qayerga yozayin? Agar ko'chirma gap darak gap bo'lsa, nuqta qo'sh tirnoqdan keyin qo'yiladi. Agar ko'chirma gap darak gap bo'lsa, o'sha darak gapga daxldor bo'lgan virgul qo'sh tirnoqdan keyin qo'llanadi. 4 ta tinish belgisini aytdik. So'roq belgisi, undov belgisi, nuqta va virgul. Ko'chirma gapdan keyin keladigan ushbu tinish belgilari qo'sh tirnoqning ichida bo'ladimi yo qo'sh tirnoq yopilganidan keyin qo'llanadimi? Har ikkita holatda ham bo'ladi. Ko'chirma gap so'roq gap bo'lsa, ko'chirma gap undov gap bo'lsa, mana shu so'roq va undov belgilari qo'sh tirnoq ichiga qo'yiladi. Ko'chirma gap darak gap bo'lsa, unga tegishli bo'lgan nuqta va virgul qo'sh tirnoq yopilganidan keyin qo'yiladi. Hozirgi qoida
mana shu haqida. Nima ekan? Ko'chirma gapga aloqador bo'lgan so'roq va undov belgisi qo'sh tirnoq ichida qo'yiladi. Virgul yoki nuqta qo'sh tirnoq tashqarisida, ta'kidlayman, qo'sh tirnoq yopilganidan keyin qo'yilar ekan. Ana qarang. Ko'chirma gapga daxldor bo'lgan so'roq belgisi qo'sh tirnoq ichida. Ko'chirma gapga daxldor bo'lgan undov belgisi qo'sh tirnoq ichida, ko'chirma gapga daxldor bo'lgan mana bu nuqtachi qo'sh tirnoq yopilgandan keyin qo'yiladi. Bunga juda e'tibor bering. Bu bilan bog'liq juda ham ko'p chalkashtiruvchi, chalg'ituvchi test topshiriqlari uchraydi. Necha xil joylashadi? 4 xil. Birinchisi avval muallif gapi, keyin ko'chirma gap joylashadi. Tog'ay Murod yozadi. Nomus uchun kurash bolalikdan boshlanadi. Ikkinchisi, avval ko'chirma gap, keyin muallif gapi joylashadi. Nomus uchun kurash bolalikdan boshlanadi deb yozadi Tog'ay Murod. Uchinchisi, ko'chirma gap muallif gapining ichida joylashadi. Tog'ay Murod nomus uchun kurash bolalikdan boshlanadi deb yozadi. To'rtinchisi, muallif gapi ko'chirma gap ichida joylashadi. Nomus uchun kurash deb yozadi Tog'ay Murod. Bolalikdan boshlanadi. Ko'chirma gapli qo'shma gaplarda nimaning tinish belgilarining qo'llanishi biz uchun juda ham muhim. O'sha uchun hozir doskaga o'tib uni alohida